Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Sizlar uchun har xil turdagi nabonlarimizni, donali pichoqlarimizni katta aksiyaga qo'yildi. Bu aksiyadan foydalanib, xarid qilib olishlarini kutib qolamiz akalar. Videoni oxirigacha ko'rib tursanglar, inshaalloh manfaatli video bo'ladi akalar. Birinchi naborimiz oshxona uchun mini naborimiz 2 dona pichoq, chopqi, musati bilan somkachalari bilan chiqadi. Narxi 499 ming so'm evaziga zakaz qilishingiz mumkin. Dastavkalari bor, kelishilgan holatda bo'ladi. Qassob naborda minisidan so'raganlar uchun 4 dona pichoq, musati, somkachalari bilan 699 ming so'm evaziga chiqadi akalar. Oshxona naborda kattarog'idan so'ragan obunachilarimiz uchun 4 dona pichog'i, chopqisi, musatini ham qo'yib beramiz. 699 ming so'm evaziga chiqadi. Qassob naborda minisi 3 ta pichoq, musati, bitta boltachasi bilan 599 ming so'm evaziga chiqadi. Keyingi naborimiz akalar qassobchilikka bo'ladi. 1 kilo 200 lik boltalari, 4 dona pichog'i, chopqisi, musati bilan chiqadi. Narxi atiga 999 ming so'm evaziga chiqadi. Bu yoqda akalar dacha naborimiz oshxonaga mo'ljallangan bo'ladi. 10 dona necha bekatdan yasalgan eshiklar zanglamaydi, qolamaydi. Xo'p akalar, 3 dona pichog'i, chopqisi bilan chiqadi. Narxi atiga 750 ming so'm evaziga zakaz qilishingiz mumkin. Bu yoqda akalar oshxona pichoqlarimiz, donali pichoqlarimiz. Xudo xolasa zanglar hijolat qilib qo'ymaydi. Narxlari atiga 80 ming so'mdan chiqadi akalar. Chexlariga solib beramiz. O'zbekiston bo'ylab dastavkasi bor akalar. Xo'p, chopqilarimiz ko'hna uchun power akalarimizga ko'rishingiz mumkin. Zanglab qorayib qolmaydi, hijolat qilib qo'ymaydi. Narxlari 100 ming so'mdan chiqadi akalar. Kimga shunaqa naborlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab dastavkalari bor.